Gribok kasalligi Moskva shahrida umuman Rossiyada ko'paygan, chunki mana hozir yoshlar kelib ishlayapti. Moskva shahrida общагada yashaydi 200-300 kishi yoki kvartirada 15-20 kishi bir-birini tapchkasini kiyib qo'yapti vannaga dushga kirishdan oldin, yoki platensasi bilan surtinib qo'yapti birovdan, yoki britvasini ishlatib qo'yapti, yoki birovning ichki kiyimlarini kiyib qo'yapti, yoki birovni adashib krossovkasini yoki naskisini kiyib qo'yadi. Mana shu narsalardan o'tadi, odamdan odamga o'tadi, hayvondan odamga ham o'tadi. Agar kimda misol qishloqlarda yashasa moldan ham o'tishi mumkin, lekin mana Moskva shahrida ko'pincha odamdan odamga o'tadi. Keyin mana yoshlar fohishalarga boradi, jins aloqa qiladi, ulardan ham o'tadi. Mana shu uchun ehtiyot bo'lish kerak. Rezinka berezinka farqi yo'q. Tanaga tegdi, infeksiya o'tadi. Yoshlar ehtiyot bo'linglar. Mana yoshlar kelib analiz topshiryapti, hamma analizlari chiqyapti, biz lecheniya qilib beryapmiz. Gribok kasalligini yuqtirgandan keyin faqat osmokol yordam beradi. U maz tabletkalar uncha yordam bermaydi. Yana qaytalab 1 oydan keyin chiqishi mumkin. Mana shuning uchun biz faqat osmokol 10 kunlik lecheniya yozamiz. Analizdan keyin faqat analiz topshirib, yana shundan keyin 100% garantiya beramizki, gribok kasalligi yaxshi bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.